Assalomu alaykum barchaga. Bugun trendda bo'lgan bento tortimizni whoopie pie shaklida tayyorlaymiz. Buning uchun 3 ta tuxumimizni bir chimdim tuz bilan yaxshilab ko'pirtirib olamiz. So'ngra oz-ozdan shakar solib ko'pirtirishni davom etamiz. Ustidan eritilgan shokolad va sariyog'larimizni solib aralashtirib olamiz. Un, kakao va razrihlitel solib однородный massa qilib olamiz. So'ngra massamizni qolipimizga jo'natamiz. Yaxshilab tekislab olib, qolipimizni olib tashlaymiz va pishirib olamiz. Xuddi shunaqa ko'rishdan torta chiqadi. Torta pishirib olamiz. Ungacha kremlarimizni tayyorlaymiz. Qaymoq, saxarni, pudrat va rojna sirlarni yaxshilab mikserni baland skoorostida quyilgunicha ko'pirtiramiz. Xuddi mana shunaqa massa bo'ladi. So'ngra ko'rishlarimizni sut bilan propitka qilib, kremlarimizni chiqazib, yaxshilab tekislab olamiz o'rtalarini va tortimizni yarim soatga morozilnikka yuboramiz. So'ngra ustidan ganajlarimizni qo'yib, xohishga ko'ra bezatamiz. Albatta tayyorlab ko'ringlar, juda ham mazali kremlari mayin tort bo'ladi.